Boyunuz qaptı. 30 necha yillik hayotimni varaqlab o'tsam, bir haqiqatim ayollar jo'yilib berib, el xosiyatli buloqda suv ichib baqirib uxmadim. Bo'yda qaradigan-ku. Yana biriga siz kasal ko'rmadiguncha meniki er va qizliqimni ko'rib beklar. Xotin ish emas, menga akshi. Kima diagnozni rast boyunuz qaptı. Sizniki doktorlik hayotingizda bir akshiniki bo'yda qolganini ko'rganman? Yo'q. Unda bo'lsa meniki ichki a'zoyimda homildor bo'ladigan bir a'zolar bormi? Yo'q. Unda bo'lsa men Tailandga kelganda ko'rib o'tamdim. Yo'q. Nima shunday deysiz? Siz nima shunday deysiz? Yo'g'on bir akshini bu bo'yda qoldi deb qandaqsiz bo'yamda qoldi meniki? Lekin men diagnoz tashlab chiqqan bo'lsa. Unda o'zi diagnoz chiqqan uskunalar tashib pasalamamda och xato qilgan bo'lsa-chi? Yo'q, u xato diagnoz qo'ymaydi. Bir qashni ko'rganda u mumkin emas. Oldin qayta tash qo'yganmiz uni. Unda bo'lsa men yo'g'on bir akshniki amaldor bo'lib qilish mumkin ekanda. Ha, men diagnoz tashlab bizig'liqga. Lauza. Bak lauza. Gap bo'ldi bu. Ammo hozirlar meni boshqa bir uskunalarni tashib qo'yganlar. Bo'lmaydi, ekskon tushi va salomat qizi yangi. Men yana bir qator tushmasam meniki mashingni psixikamiz yanliq hozir. Bizning doktorxona sizlardek bo'yda qolganlarga psixika davolat. Men amil olmadim. Men nimda qildi bu uskunalarni tashib qo'yganlar dedim. Men qaramaylikayimda chichilsangiz bo'lmaydi. Abalga yaxshi emas. Nimda chichilmayman men, nimda chichilam yo'g'on bir akishni bo'yda qol. Ha? Kim o? Men kim o? Malikay. Men akshi, ismim Dodo. Ne bir akishniki Malikay deb bir ism bo'ladi? Ha, siz Dodoma? Ha, ben Dodo. Qo'rqoqda qolsiz, darbam texnikka. Uy qaytib qadeb hisobdan bir ish bersiz, bo'ldi. Ha, u mening do'konda bash ko'y sotadi apishchan. Ko'rsatib qo'yay dedim, shu yil jasni avamman. Baksab olsiz. Kardeşim Cuma. Şaygı. Sizde boyunuz kaptı. Ha?